Advokatura tizimining takomillashuvi sud huquq islohotlarining tarkibiy qismi sifatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan o'tkazilgan anjuman ana shu mavzuga bag'ishlandi. Davra suhbatida qonun ijodkorlari, huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari davlatimiz rahbarining Oliy Majlis palatalari qo'shma yig'ilishidagi ma'ruzasida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratdilar. Ma'lumki, konsepsiyada prokuror va advokatning tengligini, jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha sud faoliyatining barcha bosqichlarida o'zaro tortishuv bo'lishini ta'minlashga, odil sudlovning sifati va tezkorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar izchilligi aniq belgilab berilgan. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining qabul qilinishi sud huquq tizimini liberallashtirishda muhim ahamiyat kasb etganini anjuman ishtirokchilari o'z ma'ruzalarida asoslab o'tdilar. Mazkur farmonga ko'ra 14 ta qonunlarimizga qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi advokatura to'g'risidagi qonuniga, Jinoyat protsessual kodeksiga, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga va boshqa demak bizning qonun hujjatlarimizga tegishli qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Bundan ko'zlangan maqsad demak shu inson huquqlarini himoya qilishda hamda sud ishlarini ko'rilishda demak bizda konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan malakali yuridik himoyadan foydalanish huquqini ta'minlashga qaratildi. Ta'kidlanganidek, sud ishini yuritishning har qanday bosqichida malakali yuridik yordam olish huquqini mustahkamlaydigan konstitutsiyaviy me'yorlarni amalga oshirish, advokaturaning tashkiliy mustaqilligini ta'minlash, uni yuqori malakali kadrlar bilan to'ldirish orqali inson huquqlarini himoya qilish mexanizmini kuchaytirish maqsadini o'z ishiga olgan ushbu farmon tegishli davlat organlari oldiga advokatura institutini yanada takomillashtirish vazifasini yukladi. Anjuman ishtirokchilari ham mazkur institutni qo'llab-quvvatlash, bu borada mavjud qonunchilikni aholiga kengroq yetkazish masalalarini o'rtaga tashladilar. Fraksiyamiz tomonidan uzluksiz ravishda advokatura va boshqa sud huquq organlari bilan hamkorlikda turli xil mana shunday tadbirlar, targ'ibot, tashviqot tadbirlari, ma'naviy tadbirlar o'tkazib kelinyaptiki, bulardan ko'zlangan maqsad demak shu avvalambor amaldagi qonunlarni aholiga yetkazish, mavjud qonunchilikdagi muammolarni o'rganish va buni demak o'sha parlament hayotida demak bulardan foydalanishga qaratilgan. Bugungi davra suhbatida ana shu advokatura instituti takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan qonunlarimizni demak ularni hali aholiga yanada yetkazish, advokatlarning malakasini oshirish masalalariga alohida e'tibor berish, ularni o'zini ustida ishlasligini, ularga ustozlar tayyorlash kerakligini, ularni masalan o'sha shaxsini toza bo'lishigacha e'tibor qaratish kerakligi bugun masala muhokama qilindi. Shuningdek, anjumanda davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan konsepsiyani izchillik bilan hayotga tatbiq etishda fraksiyaning oldida turgan vazifalar xususida ham fikrlar almashildi. Qizg'in muhokamalar va savol-javoblar asnosida tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.